Bir qarindoshimni qanday namozga chorlashim mumkin? U oldin namoz o'qir edi, lekin ba'zi namozxonlarning qilgan yomon ishlarini ko'rib, namozdan ko'ngli sovigan. Vaholanki qiyomatda hamma o'z amali uchun javob beradi. Mana shu odamni qanday namozga chorlasam bo'ladi? Qanday qilib namozga muhabbatini oshirish mumkin? Benamozlar ko'p haqiqatda. Benamozlarga chiroyli tushuntirish kerak. Namozni farzligini qayta-qayta ayttirasiz, lekin shu yerda aytayotgan daliliga. Masalan, tijorat qilayotgan odamlar ichida qallobi yo'qmi? Yomonlar yo'qmi masalan, oldi-sotdi qilayotganlar ichida? Oldi-sotdi qilayotganlar hammasi rasvo odamlar. Men bugundan boshlab oldi-sotdi qilmayman demaydi-ku odam. Eng kamida bola chaqasi uchun non oladi, boshqa qiladi. Bu novvoylar hammasi falon bo'lib ketgan. Qaydir novvoydan non olmayman, qassobdan go'sht olmayman degan gap qilmaydi-ku, to'g'rimi? Nima endi Alloh taoloning farzi kelgan vaqtida bitta musulmon noto'g'ri ish qilsa, shariatni yomon ko'rish kerak. O'shani ayting-da. Ya'ni o'sha u kishining qoidasini ishlatadigan bo'lsak, umuman yashash kerak emas hayotda. To'g'rimi? Bu hayotda shunaqa rasvo odamlar bor. Bu hayotdan o'lganim yaxshi deb masalanda. Bu dunyoda ketib qo'ya qolay demaydi-ku odam. Bu qoidasini ishlatadigan bo'lsa juda chatoq. Shuning uchun Alloh taoloning farzi oxiratga borishimizni oxiratda eslatish kerak va shu dalilni ham ayting. Ya'ni u qoidangizni ishlatadigan bo'lsangiz, umuman biror bir sohaga kirishingiz mumkin emas. Hamma sohada qallob, hamma sohada yomon odamlar bor. Yomon odamlar bahona qilib turib, o'zingiz aytyapsiz-ku shu yerda, o'sha hamma odam o'zining gunohiga javob beradi deb. Alloh oson qilsin, yaxshi himmat qilibsiz. Buni oxirigacha yetkazing. Ya'ni yaxshi xulq bilan, chiroyli uslub bilan yana qayta-qayta aytiladi. Ya'ni munosabatlardan foydalanish mumkin. Jumalarga boshlab borilishi mumkin. Shunga o'xshagan, ya'ni yaxshi domlalar mavizalariga olib borish mumkin masalan.